Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bundan oldingi videomizda shunday ma'lumot bergandimki, ya'ni molli yotadigan joyini qancha santimetr bo'lishligi to'g'risida ma'lumot bergandim. Ya'ni molli yotadigan joyi karmushkada, ya'ni oxirdan boshlab toki molli orqa oyog'igacha 180 santimetr bo'lishi kerak. 180-190 santimetr bo'lishi kerak degani. Sababi nima deydigan bo'lsangiz, hozir ko'rsatishim mumkin. Molli axlat tushadigan joyi mana. O'shanda ham molli axlati ana shu bo'lgan 180-190 qo'yilgan taqdirda ham molli axlati molli yotadigan joyiga tushyapti. Demoqchi bo'lgan nimam, gapim isbotim ham bo'lsin deb shu videoni yana qo'shimcha qilib qo'yishlikka niyat qildim. Ya'ni axlat orqa oyog'iga tushyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Yarmi mol turadigan joyga, yarmi axlat tushadigan joyga tushyapti. Qancha 180-190 holatiga agar qilinadigan bo'lsa, mol axlat ustida yotmas ekan. O'ylaymanki sizlarga qo'shimcha ma'lumot bo'ldi. O'zingizda kommentariylarda fikrlaringizni yozib, like va podpiskalaringiz bilan kanalimizning rivojiga o'tsangiz qo'shasizga umid qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.